Abdurahmon, Labbiy doda. beri kelgin. Senda ishim bor. Borchi, nima ishlari bor ekan? Doda, я тороплюсь, мои друзья ждут. Senga bozorga tushib, pensamdan ataylab sen uchun oldim. Bir kiyib ko'rgin. Что это за шапочка? Shapishka emas. Bu do'ppi bolam. Milliy bosh kiyimimiz. Qani kiyib ko'rgin. Ну, хорошо, baribir g'alati deydi doda. Nimasi g'alati ekan? Qani, sen bir kiyib ko'rgin. Ana, qanday yarashdi ya bolam. Voy. Hammaga salom. Bugun dodam menga mana bunaqa shapочка berdilar. Ishlar bo'yicha bu o'zbekskiy natsionalniy do'ppi ekan. Ha, Qalay? do'ppi. Yarashibdimi? Ada, hozirgi yosh bolalar do'ppi kiyib yurmaydi ko'chada. Bo'laqa Abdurahmon shoshvonmiz o'g'lim. Mana doda. Kiyib ko'rdim. Bo'ldimi, Instagramimga ham story qo'ydim. Hali bolalar ustimdan kulishsa kerak. Hech kim kulmaydi. Kiyib ketsang bo'lmaydimi? Нет, вообще нет. Bu meni vkusimga, stilimga to'g'ri kelmaydi doda. Xafa bo'lmang deb kiyib ko'rdim. Xayr. Abdurahmon. Doda qansiz? Ha bolam. Nimaga qo'rqasan? Doda boygi video bor-ku, o'sha Instagramda 100 mingta like yig'ibdi. Hamma zo'r yarashibdi deb kommentariy yozib qoldirishibdi. Ertagacha millionga chiqaman doda. Ana, ko'rdingmi bolam? Milliyligini, o'zligini yo'qotmagan odam har doim qadr topadi bolam. Endi sof o'zbek tilida gapirishni o'rgansang, bundan ham yaxshi bo'ladi bolam. Mayli doda, siz aytganingizni qilaman. Do'qqimni olib berib yuboring, kiyib oling. Endi kiydiraman. Do'qqini olib qo'ygan edim, mana kiyganingda kiydiraman deb. Mana bolam, mana. Voy, senda aylana yarashganni qarab bolam. Ana, endi o'zbek bola bo'lding. Rahmat doda. Barakallah.